Siz har kuni ovqat yeysiz, lekin hojatga chiqish uchun 3-4 kun kutishga majburmisiz? Qorningiz dam bo'ladimi? Gaz to'planadimi? Hojatga chiqsangiz ham ichingiz to'liq bo'shamagandek tuyuladimi? Ko'pchilik buni oddiy ich qotish deb qabul qiladi. Dorixonadan dori oladi, choy ichadi va kutadi. Oddiy holat deb o'ylaydi. Ich qotishi kasallik emas, boshqa kasallik simptomi hisoblanadi. Ba'zan suv kamligi, harakatsizlik, stress, ba'zan esa ichak emas, umuman boshqa tizimdagi muammo sabab bo'lishi mumkin. Eng qizig'i, ich qotishi faqat qorin bilan bog'liq emas. U bosh og'rig'i, charchoq, ishtaha pasayishi, qorindan bo'lishi va hatto gemorraygacha olib kelishi mumkin. Men Jo'rayev Jamshid, vrach-kinezolog sifatida bugun siz bilan ich qotishining haqiqiy sabablari va bu muammoning ildizi qayerda bo'lishi mumkinligi haqida to'liq gaplashib chiqamiz. Xo'sh, ich qotishi o'zi nima? Tibbiyotda haftasiga 3 martadan kam hojatga chiqish yoki hojat qiyinchilik bilan kelishi ich qotishi hisoblanadi. Lekin faqat kunlar soniga qarab baho berish to'g'ri emas. Chunki ba'zi odamlar har kuni hojatga chiqadi, ammo baribir ichi to'liq bo'shamagandek his qiladi. Ya'ni hojatga chiqisi keladi. Ko'p zo'riqadi, qorni dam bo'ladi. Hojatdan keyin ham yengillik sezmaydi. Bu ham ichi yaxshi ishlamayotganligining belgisi hisoblanadi. Xo'sh, nega ich qotishi paydo bo'ladi? Sababini tushunish uchun ichak qanday ishlashini bilishimiz kerak. Biz yegan ovqat oshqozondan o'tib ichakka tushadi. Ichak devorlarida doimiy ravishda qisqarib bo'shashib, ovqat qoldiqlari oldinga siljib turadi. Bu harakat ichak peristaltikasi deb ataladi. Agar bu harakat sekinlashib, chiqindilar ichakda uzoq vaqt qolib ketsa, ichak esa ulardagi suvni qayta o'ziga so'rib oladi. Natijada axlat qattiqlashadi va chiqishi qiyinlashadi. Peristaltika nega sekinlashadi? Suv kam ichish, kam harakat, ratsionda kletchatka kamligi, doimiy stress, uyqu buzilishi, ayrim holatlarda qalqonsimon bez faoliyatining buzilishi, qandli diabet, ichak mikroflorasining buzilishi kabi omillar ichak harakatini sekinlashtirishi mumkin. Yana bir qiziq fakt, hojatga chiqish faqat ichakning ishi emas, bu jarayonda diafragma, qorin mushaklari, tos tubi mushaklari va asab tizimi ham ishtirok etadi. Bu tizimlarga alohida to'xtalamiz, chunki shunaqa bemorlar bor, yillab dori ichadi, ichini yumshatish uchun, lekin foydasi bo'lmagan. Bu tizimlarni alohida tushuntirib beraman. Tasavvur qiling, odamda hojatga borishi uchun bitta jamoa bo'lib ishlaydigan a'zolar bor. Bularga ichak, diafragma, qorin mushaklari, tos tubi mushaklari va asab tizimi. Agar shulardan bittasi yaxshi ishlamasa, ich qotishi paydo bo'ladi. Diafragmaning roli. Diafragma nafas olishimizga yordam beradigan asosiy mushak hisoblanadi. Har bir chuqur nafas olganda u pastga tushadi. Pastga tushganda qorin bo'shlig'ida bosim hosil qiladi. Bu bosim ichaklarni yengil massaj qilgandek ta'sir ko'rsatadi. Kun davomida yuzlab marta nafas olganimiz uchun diafragma ichak harakatiga doimiy yordam beradi. Lekin stress, o'tirib ishlash yoki noto'g'ri nafas olish natijasida odam yuzaki nafas ola boshlaydi. Diafragma kam harakatlanadi. Natijada ichaklarga tushadigan tabiiy mexanik yordam kamayib ketadi. Ikkinchi o'rinda qorin mushaklari. Qorin mushaklarining roli. Hojatga chiqish paytida qorin mushaklari qisqaradi. Bu qorin ichi bosimini oshiradi. Shu bosim ichakda chiqindilarni tashqariga chiqarishga yordam beradi. Agar qorin mushaklari zaif bo'lsa, misol uchun tug'ruqdan keyin, operatsiyadan keyin uzoq vaqt harakatsiz hayot kechirganda, ortiqcha vaznda bu mexanizm yaxshi ishlamasligi mumkin. Shunda odam ko'proq zo'riqishga majbur bo'ladi. Uchinchi o'rinda tos tubi mushaklari. Tos tubi mushaklarining roli bu eng ko'p unutiladigan qism hisoblanadi. Tos tubi mushaklari hojat vaqtida bo'shashi kerak. Agar ular doim tarang bo'lsa yoki noto'g'ri ishlasa, chiqish yo'li to'liq ochilmaydi. Natijada odam ko'p o'tiradi, ko'p zo'riqadi. Har kuni hojatga chiqsa ham ichi bo'shamagandek his qiladi. Bu holat tibbiyotda dissinergik defekatsiya deb ataladi. Ya'ni mushaklar bir-biri bilan kelishib ishlamaydi. To'rtinchi o'rinda asab tizimi turadi. Asab tizimining roli organizmda shunday tizim borki, u ichak faoliyatiga miyadan ham kuchli ta'sir qilishi mumkin. Bu asab tizimi. Qiziq fakt, organizm xavfni sezganda, masalan kuchli stress, qo'rquv, xavotir yoki asabiylik paytida tanamiz yashab qolish rejimiga o'tadi. Bu holatda miya shunday qaror qabul qiladi: hozir hazm qilish muhim emas, hozir xavfdan chiqish muhim.
Natijada qon aylanishi oshqozon va ichaklardan mushaklar tomonga yo'naltiriladi. Ichak harakatlari sekinlashadi. Hazm fermentlari kamroq ishlab chiqariladi. Ovqat ichak bo'ylab sekin harakatlana boshlaydi. Agar stress bilan bir necha kun yoki oylab davom etsa, ichak ham sekin ishlay boshlaydi. Shuning uchun ishingiz doim qotganda uy sharoitida nima qilish kerak? Uy sharoitida siz qilinadigan narsa ertalab uyg'onganingizda 1-2 stakan suv iching. Sababi kechasi uxlaganingizda ertalabgacha organizm kam miqdorda suvsizlanadi. Suv esa ichaklarni peristaltikasini tezlashtirib beradi. Ertalab uyg'onganingizda suvdan keyin 20-30 daqiqa yurishga odatlaning. Yurish ichakning tabiiy harakatlarini rag'batlantirib beradi. Hojatni ushlab yurmang. Organizm signal bergandan keyin qoldirish odat bo'lib qolsa, vaqt o'tishi bilan refleks susayishi mumkin. Kletchatkaga boy mahsulotlar iste'mol qiling. Sabzavotlar, ko'katlar, mevalar, dukkakli mahsulotlar ichak faoliyatiga yordam beradi. Lekin suv kam ichib turib, kletchatkani keskin oshirish qorindan bo'lishiga olib kelishi mumkin. Nafas mashqini qiling. Qo'lingizni qoringa qo'yib 5 daqiqa sekin chuqur nafas oling. Nafas olganda qorin ko'tarilsin, chiqarganda tushsin. Bu diafragma harakatini yaxshilaydi va qorin bo'shlig'ida harakatlarni faollashtirib beradi. Sizni ham yillar davomida ich qotishi bezovta qilsa, quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib bepul konsultatsiya olishingiz mumkin. Men bilan tibbiy bilimlaringizni oshirishni istasangiz, kanalga obuna bo'ling. O'zingizning fikringizni kommentariyada yozib qoldiring.